Qo'yish ko'rsin, imonli bo'lsin. Qo'y qo'ysiz. Amansiz do'stlar, mana bir ko'rganimizni ustab to'xtatib oldik. Bizda improvizatsiya o'yini, so'zlar ko'rsatdim. Bir kishiga, ayolingizga bo'lmasa, do'stingizga, bilmayman, любой birga zondaysizlar. И sol orqali situatsiya o'raymiz. Allo, Altuqa, assalomu alaykum. Qalay, amansizmi, yaxshimisan? Altuqa. Sen ana kreditga ақша topdingmi? Topdim, stol. Ha, normal qo'y. Hozir ақша endi tushyapti. Sende shruba bermi mana uyga mebel kelgin? Shruba yo'q abekimda. Bilasan, ne bor o'zi bilan? Anachi altor. Altor bormi? Ha? Altor. Altor. Necha altor degan? Ya. Semiz siyir bormi? Qorangda sotiladi. Semiz siyir bormi? Normal so'yib oladi. Boshqa qasarlar bor. Ular qancha? Kelchi bog'lar keldi, betib beraman. Ha. Necha yer talab bormi sende? O'sha yer talab. Ertalab martni qaytib qoldi bu. Qo'yish ko'rsin, imonli bo'lsin. Ne tushirib o'tdingiz? Salqin deb qoldi mana. Kimga tushirib o'tgan? Cho't bilan tushirib o'tgancha da'vosingiz. Senga 5 vaqt namoz o'qishsizmi? Molda bo'ldingmi? Молодец. Niyat qabul bo'lsin. Do'stlar. Amin. Sende suchka ro'zi yo'qmi? Qisqichganda 140 mi? 140 suchka ro'zi yo'q, bormi? Bor. Ya so'g'ib olib ketingda yo'qda bo'lsan. Хорошо? Endi ana 6 so'm demasonday bormi? Ne bormi? 6 so'm deydi. 6 ko. 6 degan yo'q. Nega tez siyoqda qanday tekshiradi? Onda yo'qmi? Bo'ldi, unda qarab yaxshi, davay, bo'ldi. Ko'rki, мощный. Adingiz kim? Abay deydi ағам. Endi situatsiyani o'ldiradi ekan. Ertalab deydi ol. Bizning Алтын Орданың астына baytdi qo'y. Ertalab tiri. Bizning o'zimizda ertalab tiri do'stlar. Алтын Орданың атынан мындай bir futbolka berdik. Rahmat. Мына kepka, lampochka berdik. Rahmat. Lezard kompaniyasining атынан. Kartangiz berекесін bersin. Давай аға былай келсек. Егерде осы видео 50 мың лайк и 2 миллион просмотр жинаса, сізге 50 мың теңге ақшалай сыйлық береміз. Көреміз, хорошо. Кетеміз ба? Кетеміз. Алтын Орда құрсаттар маркетінің атынан ерталаптың өзі жеге келіп тапсырайды сізге. Давайте. Кәсіптерің берекесін берсін. Рахмет аға.